Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana xudo xolasa 2,5 metrga 120 lik tovuq ketamiz tayyor bo'ldi. Uzunasi 2,5, eniga 120, balandligi oldi 1 metr, orqasi 1,15. Xo'p, tuxum tug'iydigan nima joylari bor, tuxumini oladigan joylari bor. Tuxum tug'sa plasmasali varianti. Xo'p, oxirlari ham chiqib kiraveradi. Tayda patnislari bor, axlatini, go'ngini tozalagani. Xo'p, o'ttada bitta eshigi bor. Masalan, yerda hamiyat berasizlar. Falgali qo'ndog'iga joy qilib berganmiz. O'zlaring baraka qidirib olasizlar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, bunimizni narxi 2,800,000 so'm chiqyapti. Buni terilib sochiladigan varianti. Qo'yxonamiz 2 ga 4, terilib sochiladigan tomli varianti. Tomiga ham 2 ga ajraydi. O'rtada bitta to'sig'i bor, 5 ta qo'y bag'da, 5 ta qo'y bu tarafda turadi. Ikki chekkada ikkita eshigi bor. Suv, paqir idishlari, chelik idishlari mana bunda turadi eshigida. Xo'p, narxi 6,400,000 so'mga tayyor bo'ldi. Uklovlar orqaga terilib sochiladigan Buxoroga chiqarib yuboryapmiz bu ikkosini tovuq katay bilan 2 metrlik qo'yxonani. Kimga shunaqa qo'yxonalar zarur bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Tovuq katay chiroyli qilib xudo xolasa yasaveramiz. Yoqqan bo'lsa qilib qo'yaverasizlar, pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar.